Davom etamiz. O'zgidromet ma'lumotlariga ko'ra 13-17 kunlari mamlakat hududiga janubdan juda issiq havo oqimlari kirib keladi. Eng issiq kunlarda havo harorati respublika bo'yicha 43 gradusgacha, cho'l hududlarda esa 46 darajagacha ko'tarilishi mumkin. Mutaxassislar aholiga kunning eng issiq vaqtlarida ehtiyot bo'lish, quyosh ostida uzoq vaqt qolmaslik va ko'proq suyuqlik iste'mol qilishni tavsiya etmoqda. Bunday jazirama kunlarda xalqimiz sevib iste'mol qiladigan suyuqlik esa shubhasiz ayrondir. Ushbu salqin ichimlik ko'p joylarda tayyorlanadi, biroq Toshkent viloyatida shunday manzil borki, ushbu mahallaning asl nomi qolib, xalqimiz u yerni Ayrontepa deb nomlagan. Muxbirimiz manzilga borib, dovrug'i butun respublikamizga tarqagan ayrondan tatib ko'rdi. Yo'lda bir qiz ayrongina taqib olib chekkasiga rayhongina sotar edi yo'lda bir qiz ayrongina taqib olib chekkasiga rayhongina. Hozir men turgan manzil Adolat mahallasi, lekin xalq orasida bu yerni Ayrontepa deb atashadi. Sababi salkam 30 yildan buyon bu yerda yozning salqin hamda foydali ichimliklari tayyorlanib, xalqqa taqdim etiladi. Birinchi bu ochganlar, boshlaganlar, o'rganganlar, ular bularda, onalarida o'rganganlar, keyin bizga o'rgatganlar. Shunaqa qilib avloddan avlodga o'tib kelgan. 7-sinfdan beri tayyorlayman. Ko'rib katta bo'lganman. Bir kunda 2 litr ayron sotiladi, ketadi. 40 yildan baqa ayron sotamiz. Shuni orqasidan tirikchilik qilamiz. Qatig'i atalab, olib chiqib, ertasiga qiyamman. Shu Ibrohim degan Shopir Abdurahmonlik to'xtagan, ichishgan, keyin olib chiqadi, buni dokadan marlidan o'tkazing dedi. Keyin marlidan ertasiga marlidan o'tkazadigan bo'ldim. Shunaqa qilib ayronni boshlab o'rganmiz. Men Ayrontepa mana shunaqa qilib boshlangan. Keyin deyishib ruxsat berib qo'yishdi. Mana hozir 30 taga yetib qoldik. Ko'chalar ham to'la ayron. Manzilda 20 dan ortiq oila ayron go'ja tayyorlab sotadi. Ammo har birining o'z uslubi, siri va xaridorlari bor. Har doim shu o'tganmiz, ichib o'tamiz, rosa shirin. Hammaga tavsiya beraman, ichsin, zo'r. Hozir qora suvdan Bego'tga uyimga ketayotgandim, shu yerda ayron ichib ketyapman. Issiqda ayron yaxshi ketadi. Xo'sh, siz yozning jazirama issiq kunlarida chanqog'ingizni nima bilan bosasiz? Balki bizning quyidagi video lavhamizdan so'ng sizning tanlovingiz gazli yoki energetik ichimliklar emas, bir kosa muzdakkina ayron yoki go'ja bo'lar.